Hürmetli göçen vatandaşım, endikilek şeyimizge dikkat kılın. Agar Yaponiya Jungo oturusu da bir pay ok çıkıp ketse, iki devlet münasebeti özel kesil gumran buludu mavzulu haber. 9. ayının 30. günü Dovitor bitid ilan kılındı haber. Mundak ile başlandı. Beijing. Jungo Yaponiya münasebeti intayin osallaşıp ketdi. Bunun keyinki vaziyet ümitvarlık yok diyerlik. İki devlet halkara cemiyette nöyle halette soğuk ve mütedil halte durmakta. Hazır iki devlet münasebetinin soğuk münasebetle uğraşı devrige kirip gelişiden saklanışka tırışçallık görüstüş nöbetki ciddi vazife bulup kaldı. Yaponiya Jungo'nun münasebeti soğuk münasebetle uğraşı devrige kirip gelişinin aldığını eleş hazır nöbetki ciddi vazife bulup kaldı. Jungo bilen Yaponiya diplomatiya sahasida umumyüzlük rekabet devri kirdi. Öz ara birbiriga aşkara hücum qilishga o'tdi. Qarshi tarafni salbiy obraz sifatida tasvirlashga boshladi. Hücum qilish so'z iborlar bilan hücum qilish deb tushuning hozircha. Qarshi tarafni salbiy obraz sifatida tasvirlashga boshladi. Yaponiya va Jungo qarshi tarafning daftarida do'stona bo'lmagan davlat tizimligi kirgizildi. Yaponiya Jungo tarafning davrida do'stona bo'lmagan davlat tizimligi kirgizildi. Jungo Yaponiyaning daftarida do'stona bo'lmagan davlat tizimligi kirgizildi. İki davlat fuqarolari orasida salbiy ta'sirotlar borgan sari kuchayishga boshladi. Borgan sari muz bir kundalik qatqan emas degandek ishlar yuz berishga boshladi. Hazırgacha Yaponiya bilan Jungo o'rtasida harbiy jihatdagi jiddiylik to'liq shakllanmadi. Lekin ikki davlat borgan sari bir-birini paraz qilingan dushman deb qaraydigan bo'ldi. Yaponiya Jungo o'zaro bir-birini paraz qilingan dushman deb qaraydigan bo'ldi. Ikki taraf Senkaku orollari atrofiga yaqin yerda surkilishga ko'nib qoldi. Yana bir tarafdan ikki davlat harbiy aeroplanlarning bir-biriga o't echib qilishidan ansirash oshkora muhokama qiladigan bosqichga kirdi. Masalan, ikki davlat harbiy aeroplanlarining havoda Sharqi dengiz, havo taval Yagogo dengiz bo'g'ozi tavalligida atroflarda oldiga chiqish, qarshi turish yoki tahdid xarakterli uchqanda uning popozi xarakterli uchish degandek mushu uchish jarayonida bir-biriga o'q chiqarib ketishni andish qiladigan ish bugun Yaponiya matbuotlari va Jungo matbuotlarida oshkora muhokama qilinishga boshladi. İki devlet toluqsuz harbiy to'qinish kirib qoladigan bo'lsa, ikki davlat fuqarolari va ikki davlat jamiyati buning ro'y jihatdan tayyorlanib bo'ldi. İki devlet tuyuqsuz harbiy to'qinish davri kirdigan bo'lsa degan faraz bilan hozir ikki davlat fuqarolari buning ro'y jihatdan allaqachon tayyorlanib bo'ldi dedi. Amerika Jungo munosabatida jiddiylik yaqindan beri o'rlashga boshladi. Lekin bu yillarda haqiqatan o'zgarish hosil qilgan munosabat Yaponiya Jungo munosabatidir. Haqiqatan mush yillar ichida o'zgarish hosil bo'ldi bir yer deyilsa, bu dal Yaponiya Jungo munosabatidir. Uning hozir xarakterini o'tmishdagi munosabatlar xarakteriga solishtirib bo'lmaydi. O'tmishdagi deganda va 40-yil, 20-asrning 40-yillardagi urush davridagi xarakteriga solishtirib bo'lmaydi. Uningdan keyin tinchlik davridagi xarakteriga solishtirib bo'lmaydi. Bu qatam Yaponiya Jungo o'rtasidagi munosabatning yiriklashish xarakteri u boshqa bir xarakterdir. Jungo ile Yaponiya bu yillarda nəhayət zor adovat terdi ve adovat saqladı. Özara zor adovat terdi, ikki davlat shundaqli bu adovatni bir-biriga saqladı. Bu adovatlar ikki tarafning yaqin bir mezgil ichida harakat qilishga elib kelishi mumkin. Bu adovatlar ikki davlatning yaqinqi bir mezgil ichida harakat qilishga, balki bu harakat harbiy harakat yoki diplomatik harakat degandek harakat qilishga elib kelishi mumkindi. Balki krizisni kontrol qilish, kontrollikdan chiqib ketish mumkin. Yaponiya Jungo munosabati o'rtasida krizis yuz berayotganda bu krizisni kontrol qilish, balki kontrollikdan chiqib ketishi mumkin. Jungo bilan Yaponiyaning geopolitik siyosiy elishi dardisi va xarakteri o'zgarib ketdi. Ko'rangma gapni. Hozirgi navbatda Yaponiya Jungo o'rtasida geopolitik elishning dardisi va xarakteri o'zgarib ketdi.
bir-biriga qo'shni davlatlar mushunda qatmanliq tushib qolsa, qo'shni davlatlar munosabati mushunda qatmanliq tushib qolsa, odatdagidek geopolitik, siyosiy qatmanliq degili bo'lmaydi. Nihoyat zo'r ko'lamdagi tarixiy o'ch adovat va aslimalar ikki davlat o'rtasida yuz bergan to'qinishlar ikki davlatga nisbatan navbatda aylanib o'tadigan yo'lma qolmadi. Chekkinigidek yo'lmi yo'q bo'lib, kishilar shundoq sezadigan, shundoq o'ylaydigan bo'lib qoldi. Demak, hozir ikki davlat munosabatida aylanib o'tadigan yo'lmi qolmadi, chekinadigan yo'lmi qolmadi. Jungo bilan Yaponiya tuvandik ikki nuqta ko'ngil bilish kerak. Ikki davlat harbiy kuchlari o'rtasida o'q chiqib ketishdan tirishchanlik ko'rsatib saqlanish kerak. Ikki davlat harbiylari o'rtasida o'q chiqib ketishdan tirishchanlik ko'rsatib saqlanish kerak. Ikkinchi, Jungo Yaponiya iqtisodiy hamkorligining ko'lami yanada intayin zo'r. Bu kuch ikki davlat munosabatining sovuq munosabatlar urushi tarafga o'zgarib ketmasligi uchun hal qilg'uch cheklash kuchiga ega. Mana bu bir xil maqola va bu bir xil maqolada bir xil ko'z qarash ekan, hurmatli vatandoshim. Endi siz buningga selishtirish uchun bizning keyingilikimizni, mushdan keyinda so'zlaydigan leksiyamiz diqqat qiling. Biri debdi ikki davlat munosabatida o'q chiqib ketishdan saqlanish tirishchanlik ko'rish kerak deb. Ikkinchi, ikki davlat o'rtasidagi iqtisodiy munosabat intayin zo'r deydi. Balki shu munosabatlar ikki davlatning ziddiyatini muayyan chek to'sib qola olishi yoki bir hal qila olishi mumkin deb iqtisodiy shartni qo'yib Endi kelar qatimda bundan keyin so'zlaydigan leksiyamizda buni javobini anglaysizlar, hurmatli vatandosh.